Anta magaziniga kelganman. Bu yerdan krossovka sotib olganinglardan keyin xohlasanglar yurib, xohlasanglar yugurib krossovkani tekshirsanglar bo'lar ekan. Marketing zo'rligini qaranglar. Boshqa joylarda bunaqa begovoy darajoka yo'q. Ramazon oyiga Anta do'konlarida hammasida 1+1 aksiyasi boshlanibdi. Bu nima degani? Bitta krossovka sotib olsangiz, bitta krossovka bepul. Bitta olimpiyka sotib olsangiz, bitta olimpiyka bepul. Anta brendini ko'pchilik biladi. Xitoyning eng populyarniy brendi. Biz o'zimiz Xitoyga borsak, постоянно shu Antadan kiyinamiz. Qisqacha nimalar borligini tanishib chiqamiz. Ket. Okalar, bu aksiya yangi 2025 kolleksiyalarga ham o'tadi. Bahorga yupqa olimpiykalarni zo'rlarni olib kelishgan. Krossovkalarni gapirmasam ham bo'ladi. Hammasi 1+1 aksiyasiga tushgan. Men hozir Antani Toshkent City'dagi filialidaman, lekin Riviera Mall, Hightown Mall, Safiskiy Beshpanjani yonida, Taqachida, hattoki Farg'ona viloyatida ham hamma filiallarda 1+1 aksiyasi amal qiladi. Okalar, shoshmasanglar bo'lmaydi. Ramazon oyining birinchisidan 30-chislosigacha amal qiladi bu aksiya. Yaxshi mollar tez qolmay qolishi mumkin. Oka boshqa yugurib o'ziga yaqin bo'lgan filialga kelib tez oling lekin. Krossovka zo'r ekan.